Holda o'zi bu domimizni qanchalik kattaligini ko'rsatib beradi. 160 kvadrat metrga tushgan xonadonimizda, ya'ni novostroyka sotuvga qo'yildi. Mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz Euro remont holatida. Bu yerda bitta detskiy yotoqxonamiz barcha sharoitlari bilan va kattalar yotoqxonasi joylashgan. O'zingiz ko'rib turgandek, va shu xonaning navisnoy balkoni bor. Orqasida shu dom uchun qurilgan alohida parkovka ham mavjud ekan va bu shu xonaning общий sanuzel bo'ladi. Bu yoqda yana bitta detskiy yotoqxona. Bu yotoqxonani ham o'zini sanuzeli bor ekan. Farzandlarni o'ylagan holda kichkinagina hojatxonani ham o'rnatib qo'yganini qarang. Juda ham chiroyli. Oshxonasi ham juda ham keng. Bunda ham barcha mebel texnikalari tayyor holatda. Xonadonimizda 9 qavatli binoning 9-qavatida joylashgan. Plus bonusiga mansarda qismi ham qo'shib berilar ekan. Niyat qilganlar bo'lsa, barchamizga mana shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Opsioniyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.